Diqqat, ta'ziya. Toshkentda ko'z ko'rib quloq eshitmas fojia yuz berdi. Hali juda yosh edi, vafot etdi. Oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildiramiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Siz ham o'z ta'ziyangizni izhor etmoqchi bo'lsangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, bugun 8-yanvar kuni Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida 12 avtomobili gaz 63 yuk mashinasi bilan to'qnashib ketdi va oqibatda bir fuqaro vafot etdi. Bu haqida poytaxt yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum qilishicha, 2004-yilda tug'ilgan haydovchi 12 rusumli avtomashinasini boshqarib ketayotib rol boshqaruvini yo'qotgan hamda yo'l chetida harakatsiz to'xtab turgan gaz 63 rusumli yuk mashinasiga borib to'qnashgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida 12 rusumli avtomashina yo'lovchisi olgan tan jarohatlari oqibatida vafot etgan. Kanalimiz nomidan oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik izhor etamiz.